Peerbul Maymunlar sayyorasi 8-trek. Oldingidek qafaslarni shoshmasdan aylandim. Darhol Novaning qafasiga yugurib borishdan o'zimni arang tutdim. Har bir odamga birma-bir so'z qotdim. Hali gapira olmaganlari uchun faqat tinglashardi. Hozircha shunday. Biroq butun umrim ketsa ham ularga ta'lim beraman. Sobiq qafasimga yaqinlashayotib, ko'zimning qiri bilan qaradim, ammo Novaning menga cho'zilgan qo'llarini ko'ra olmadim. Uning shodon chinqiriqlarini ham eshita olmadim. Ko'nglimga g'ashlik cho'kdi. Beixtiyor qafas tomon chopib bordim. Qafas bo'sh edi. Asirlarni zir titratuvchi soqchilardan birini hukm farmov ohangida chaqirdim. Zonam yugurib keldi. Mendan buyruq olish unga yoqmasdi, biroq zira amrimga so'zsiz itoat qilishini tayinlagandi. Nova qayerda? Xabari yo'qligini hurmat bilan ma'lum qildi. Hech bir sabab keltirmay qafasdan olib ketilibdi. Shu payt xonaga Zira kirib qoldi. Meni qafas yonida ko'rgach, nega jahlim chiqqanini darhol tushundi. Lekin gapni boshqa yoqqa burdi. Cornelius qaytdi, seni ko'rmoqchi. Hozir menga na Cornelius, na shimpanzelar, na gorillalar, na orangutanlarning qizig'i bor. Barmog'im bilan qafasga ishora qildim. Nova qayerda? Mazasi yo'q, alohida xonaga olindi. Meni bir chekkaga imladi. Soqchilar eshitmasligi uchun pichirladi. Boshliq hech kimga aytmaslikni tayinladi. Biroq senga aytishim kerak deb o'yladim. Kasalmi? Jiddiy emas, biroq u mas'ullarni xavotirga solib qo'ydi. Nova homilador, u farzand kutyapti. Nova? Ha, yanglish eshitmading, u homilador, farzand kutyapti. Bu xabarning o'ta muhimligini anglolmaydigan darajada lol bo'lib qolgandim. Savollar yog'ilib kela boshladi. Nega menga xabar berishmadi? Zira fursat qoldirmay o'zi izohladi. 2 oy oldin qazilma ishlari olib borilayotgan hududdan qaytganimda sezdim. Gorillalar sezishmabdi. Corneliusga qo'ng'iroq qildim. U boshliq bilan uzoq gaplashdi. Buni sir saqlashga qaror qilishdi. Ular va mendan boshqa hech kim bilmaydi. Novaga o'zim qarayapman. Cornelius buni bejiz sir saqlamayotgandi. Zira hayratda edi. Xavotirlanma, unga yaxshi qarayapmiz. Barcha narsa muhayyo. Qo'limdan kelgan hammasini qilyapman. Hozirgacha hech bir homilador ayolga bunday g'amxo'rlik ko'rsatilmagan. Ziraning istehzoli nigohlaridan ko'zimni olib qochdim. Uni quvnoq tutayotganiga qaramay bezovtaligini sezdim. Mening aslida kimligimni bilgach, Nova bilan munosabatimni hazm qila olmayotgandi. Men tufayli qayg'udaligini aniq bilardim. Novaning homiladorligi Oliy Kengashga ayon ekanini va yuqori doiralardagi bahs-munozaralarga sabab bo'lganini Zira negadir mendan yashirayotgandi. To'g'ri qachon? 3 yo 4 oy ichida. Betelgeç tizimida ota bo'layotgandim. Sororlik bir yovvoyini jonu dilimdan sevardim. Ammo sevgan ayolimning yovvoyi qiliqlarini yo'qota olmayotgandim. Yo'qota olsam hozir yonimda bo'lardi. Bunda o'zimni aybdor deb bilardim. Zira uni ko'rmoqchiman. Zira harakatlari bilan hayratga tushganini sezdirib qo'ydi. Uni ko'rishni xohlashingni bilardim. Bilganim uchun ham Cornelius bilan shu masalada gaplashdim. U ham men bilan ham fikr. Seni ofisda kutyapti. Cornelius xoin. Bunday deyishga haqqing yo'q. Bir yoqda ilmiy tadqiqoti, bir yoqda maymun sifatida burchi, 2 o't orasida qolgan. Bu tug'ruq bilan qiziqishi va uni sir saqlashi tabiiy hol. Ziraning izidan ergashar ekanman, xavotirim tobora ortib borar. Yangi nasl paydo bo'lishidan maymunlar qanchalar qo'rqayotganini tasavvur qilayotgandim.
Kornelius meni chin do'stday kutib oldi. Biroq oramizda negadir sovuqchilik tushgandi. Gohida ko'zlarida menga nisbatan qo'rquv ko'rinib qolardim. Xayolimdagi savolni darhol berishdan tilimni tiydim. Safar qanday o'tganini, xarobalar orasida boshqa biror nima topmaganini so'radim. Favqulodda rad etib bo'lmas dalillarim bor. Aqlli nigohlari porladi. Muvaffaqiyatini yashirib tura olmayotgandi. Zira haq edi. Ilmga muhabbati va maymunlik burchi orasida ezilayotgandi. Ayni paytda olim sifatida gapirayotgandi. Nazariyalari to'g'ri chiqqani uchun ichiga sig'may ketayotgandi. Skeletlar topdim. Qabristonni ochdik. Tabiiyki, orangutanlar ham doimgiday ushbu skeletning tamoman tasodifligini iddao qilishyapti. Skeletlar maymunniki emas. Tushunarli. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Kornelius nigohini olib qochdi. Sendan yashira olmayman. Shundoq ham taxmin qilayotgandirsan. Topilgan skeletlar odamlarniki. Zira hayron bo'lmadi. Demak bilarkan. Ikkovi ham meni diqqat bilan kuzatishayotgandi. Kornelius nihoyat vaziyatni men bilan ochiqchasiga muhokama etishga qaror qildi. Endi to'laligicha ishonchim komil. Sen kabi ongli insonlar avval bu sayyorada sivilizatsiya barpo etishgan. Noma'lum sabablarga ko'ra bu tamaddun hayvonlar sivilizatsiyasiga aylangan. Qaytganimdan beri mana shu gipotezani to'g'riligini ko'rsatadigan dalillar bilan to'qnashyapman. Qanday dalil? Tadqiqotchi olimlarimizdan biri maymunlarning taqlidchi ekanini aniqlashdi. Sen haqliging endi ayon. Biologiya sohasida, xususan miya tadqiqotida yaxshi natijalarga erishdik. Biror kuni senga ko'rsataman. Ularni hayratlanarli ekanini o'zing guvoh bo'lasan. Kornelius o'zini ishontirmoqchiga o'xshardi. Menga ishon. Har sohada odamlardan o'zib ketadigan kunimiz keladi. Taxmin qilib turganingday, ayrim muvaffaqiyatlarimiz tasodif emas. Ongli insonlar endi o'tmish. Yanada aqlli mavjudotlar eskilarning o'rnini egallaydi. Yerdagi ba'zi mutafakkirlar ham kun kelib odamzoddan ustun nasl paydo bo'lishi mumkinligini taxmin qilishardi. Biroq bu nasl maymunlar bo'lishini hech qachon xayollariga ham keltirmagandi. Gapni Nova mavzusiga burdim. Xavotirlanma, dedi Kornelius. Oqibati yaxshilik bilan tugaydi, deb umid qilaman. Sorordagi boshqa insonlarga o'xshasa kerak. Men bunday deb o'ylamayman. Bola gapiradi. Ziraning qoshlari chimirildi, lekin indamadi. Bunchalik umidlanma, dedi Kornelius. Ham o'zing, ham uning xavfsizligi uchun. Do'stona ohangda qo'shimcha qildi. Agar gapirsa, seni hozirgiday himoya qila olishimga ko'zim yetmaydi. Oliy kengash bezovdalanishi, Novaning tug'ishi sir saqlanayotganini bilasanmi? Mas'ullar bundan xabar topganingni bilishsa, meni ham Zirani ham ishdan haydashadi. Sen esa ularning orasida yolg'iz qolasan. Dushmanlar orasida qolamanmi? Kornelius yuzini burdi. Mening ham fikrim shunday edi. Mavjudligim hayvonlar nasli uchun xavfli. Do'stligimizga dars ketgan bo'lsa ham Korneliusning yonimdaligidan xursand edim. Zira men tomondaligini bilardim. Kornelius esa Zirani sevintirish uchun hamma narsaga tayyor edi. Novani pinhona ko'rishimga ruxsat berdi. Ziraning ortidan ergashdim. Nova turgan yerning kaliti faqat Zirada bor edi. U meni boshlab borgan xona unchalik katta emasdi. 3 qafasdan ikkitasi bo'sh bo'lib, bittasida Nova bor edi.
Bizning oyoq tovushlarimizni eshitib, men ekanligimni his qilib kutib olish uchun qo'llarini cho'zdi. Kaftini yonoqlarimga bosdim. Zira yelka qisib qo'yib, qafasning kalitlarini menga berdi va yo'lakka chiqib atrofga ko'z quloq bo'lib turdi. Bu urg'ochi maymunning qalbi haqiqatan ham tilla. Biror ayol shunaqa yordam bergan bo'larmidi? Bir-birimizga aytadigan ko'p gapimiz borligini bilgani uchun bizni yolg'iz qoldirishni ma'qul ko'rgandi. Aytadigan ko'p gapimiz bormidi? Novaning holini yana parishon qilgandim. Qafasga kirib uni quchdim. Xuddi meni tushunadiganday gapira boshladim. Meni tushunyaptimi? Endi ikkalamiz bir-birimizga mas'ul ekanimizni biladimi? O'tlar ustida cho'zilgan Novaning yoniga yotdim. Do'mpaygan qornini mehr bilan siladim. Hozir men uchun faqat Nova bor edi. Boshqa hech narsa haqida o'ylamasdim. Barmoqlarim qorni ustida kezarkan Nova titradi. Nigohlarida yangi ifodani ko'rdim. Kutilmaganda ismimni bo'g'ilib aytdi. Darslarimni unutmagan ekan, beixtiyor baxtiyorligimni u ham ko'rib turardi. Nigohlaridagi ma'no o'zgardi. Men olib kelgan mevani yeyishga chog'landi. Zira xonaga kirdi. Aytmasa ham ketish vaqti bo'lganini tushundim. Kvartiramga kelgach ko'z yoshlarimni tiya olmadim. Ziraning yelkasiga bosh qo'yib, boladay ho'ngrab yig'ladim. Nova gaplarimni tushunmasdi. Zira bilan esa uzoq gaplashdik.